Snapoti chamo konda alvis chamona thali adkhna ko tomi abe sakwa bishe mona thali anina nani nina o thani nani nina o anina nani nina o thani nani Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Hugo Us YouTube kanali. Bugun biz Batumidamiz. Demak, bu video blogda siz nimalar ko'rishingiz mumkin? Bizning Batumiga bo'lgan sayohatimizdan kadrlar ko'rishingiz mumkin, lekin biz ularni konkretno bitta kadrga, bitta syujetga sig'dirmadik. Ya'ni qayergadir borgan bo'lsak, o'sha joylardan qiziq kadrlar olishga harakat qildik. Agar qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, bularni biz asvuchka orqali sizlarga yetkazib beramiz, lekin sizlarga manzur keladi degan umiddamiz, chunki bu yerlar juda ham go'zal, hech qanaqa ssenariysiz, hech qanaqa ta'riflarsiz bu Batumini kadrlar orqali ko'rib ham maza qilishingiz mumkin. Biz Burger Kingga keldik. Burger King o'sha mashhur Whopper'ni tatib ko'rishga keldik. Mana bu qiz oldin umuman Burger King yemagan. Bugun birinchi marta tatib ko'radi. Tarantinoning filmida, Pulp Fiction'da. Da, bu haqida istoriya bor. Pulp Fiction'da ular McDonald'sdagi cheeseburgerni absolut qilishadi. Orada Whopper qanaqa deb so'raydi Fransiyada. Burger Kingga kirmadim deydi o'shanda. O'shaning uchun bu biz uchun qanaqadir nima deydi? Simvolik ovqat. Xo'sh. Nima o'tib berasiz? Burger King. Обычненько. Bor. Tipa hamma burgerlardagi o'sha naqadagi burgerlardan deb bo'ldim, но nimadir boshqacha narsasi bor. Chunki burger Embassy, Chef Burger, Evaspeos hamma har xil burgerlar yeb ko'rgan odam sifatida aytaman, bu da boshqacharoq. Xullas, mana cheklari, ikkita Whopper, bitta free. Mana bu kola bilan suv 49 lari bo'ldi. Bu примерно $19 bo'ldi. Fast food uchun sal qimmat deb o'ylaymiz. Atak normalniy bo'lsa kerak. Вот, Lech Kaczynski haykali. Bu inson Lech Kaczynski 2005-yildan 2010-yilgacha Polsha prezidenti bo'lgan. 2008-yilgi Gruziya va Rossiya o'rtasidagi kelishmovchiliklar vaqtida Tbilisiga tashrif buyurib, Gruziyani ochiq qo'llab-quvvatlagan. Shu sababdan bu inson sharafiga Tbilisida ko'cha nomlangan va Batumida esa xiyobon barpo etilgan. Mana shu odam kimligini paka bilmaymiz. Shu odam nomiga qo'yilgan xiyobonda aylanib yuribmiz. Kommunizmga qarshi ketgan insonlardan biri ekan. Demak, gruzinlar bu insonni juda ham qattiq hurmat qilishadi. Park juda ham chiroyli. Mana haqiqiy palmalarni endi ko'rishim. Osmon musaffo. Avval faqat ipodromni ko'rgan. Ipodromda sun'iy palmalar ko'rganmiz avval. Mana hozir biz haqiqiy dengizni, Polnotsenniy dengizni birinchi marta ko'ramiz. Men bungacha Koreyada suv yo'q dengizni ko'rganman, Sariq dengizi suvi qochgan joyini ko'rganman. Bu qiz bo'lsa dengiz ko'rmagan, to'g'rimi? Vobshe ko'rmaganman. Hozir endi biz birinchi marta dengiz ko'ramiz. Orzuyimiz ushaldi, biz ham dengiz ko'radigan kunlar keldi. Nokamtarlik bo'lsa ham xursandchiligimizni sizlar bilan bo'lishimiz keldi. Mana park ko'rinish. Mana o'sha dengiz. So'yla qora dengiz. Qop-qora dengiz. Bu yerda plyaj bor ekan, odamlar cho'milishyapti. Gruziyadagi, Qora dengizdagi plyajni boshqa dengizlardagi plyajlardan farqi, bu yerda qum emas, galki deydi, ya'ni toshlardan iborat sohil bo'yisi. Bu ba'zilarga yoqmaydi, noqulaychilik tug'dirishi mumkin, lekin bizga esa farqi yo'q. Qop-qora dengiz, rangi ko'mko'k. Menga juda ham yoqqan manzara mana bu palma daraxtlari bo'ldi. Bilmaymiz bu bananmi bu, kokosmi bu, nima bu? Lekin palmaligi aniq. Вообще-da bu juda ham bir chiroyli vid berib turar ekan shaharga. Xuddi bilmayman, qaysidir orollarda yurgandek. Miami Beach. So'kinmadim. Miami sohili dedim inglizchalab. Yaxshilikni qaranglar o'rtoqlar. Bu yoqda ko'mko'klik.
Itak, Batumi ob-havosiga keladigan bo'lsak, havo issiqroq. Ob-havo danilariga ko'ra 20-25 gradus deyishyapti. Lekin Toshkentdan sal salqinligi bilinyapti, yattak odam isib ketyapti, terlab ketyapti to'g'rirog'i. Bu menimcha havoning namligi yuqoriligi sabab bo'lsa kerak, chunki dengiz yaqin. Dengiz yaqin bo'lgandan keyin o'sha 20-25 gradus ham odamni terlashga yetarli bo'lsa kerak deb o'yladik. O'shaning uchun lekin приятный havo takoy, to'g'rimi? Dam olishli havo. Shabadalari bilan. Shabadalari borda. Ayniqsa boya samolyotdan tushganda shunaqa yoqib ketdi. Hozircha bizga yoqayapti. Bu sayohatni qanaqasiga amalga oshirdik? Birinchi tur sotib olishga reja qildim. Lekin qarasam, garajchi, ya'ni yonib turgan turlar yo'q ekan o'sha sotib olmoqchi bo'lgan paytimda, chunki masalan 25-iyun kuni kelgan bo'lsak, men 10 kun 2 hafta oldin harakatni boshlagandim va bu paytda hali yonayotgan turlar yo'q edi. Va tur agentstvalariga murojaat qilganimda, ular ba'zi bir turlarni taklif etishdi, lekin ularning narxi nisbatan qimmatroq va taklif qilayotgan mehmonxonalarning sharoiti juda ham menga yoqmaydigan holatda edi. Shu sababdan men reja qildim o'zim tashkillashtirishga va buni amalga oshirdim. Buning uchun nima qildim? Birinchi navbatda Gruziyaga, ya'ni Batumi shahriga borish uchun nima hujjatlar kerakligini o'rganib chiqdim. Bu albatta birinchi navbatda avia chipta kerak ekan, keyin mehmonxonani bron qilish kerak ekan va sug'urtani rasmiylashtirish kerak ekan. Avia chiptani Centrum Air'ning veb-saytidan sotib oldim. U yerda chiptalar juda ham arzon ekan va Batumi shahriga to'g'ridan-to'g'ri reys mavjud ekan. Shu sababdan shu saytdan chipta sotib oldik. Chiptani narxiga keladigan bo'lsak, borish-kelish chiptalar narxi 4 million atrofida bo'ldi. Kishi uchun 8 million so'mga borish-kelish chiptasini sotib oldik bir haftaga. Undan keyin esa sug'urtani hal qildim. Sug'urtani Gross Insurance sug'urta kompaniyasidan sotib oldim. Bu yerda 2 kishi uchun 213 ming so'm bo'ldi. Keyin mehmonxonaga keladigan bo'lsak, dastlab Booking.com saytidan mehmonxona bron qilishga harakat qildim, lekin bu juda ham omadli kechmadi. Hozir tushuntirib beraman. Nima bo'ldi? Dastlab Booking.com kirganimda menda o'zimning talablarim bor edi, ya'ni mehmonxona bo'lishi kerak, uning nonushtasi bo'lishi kerak va arzonroq bo'lishi kerak. Lekin variantlar chiqdi. Batumi shahrida bir haftaga 2 kishi uchun 300 dollarga variantlar chiqdi. Dastlab Sea View Hotel degan bir nomli mehmonxonani bron qildik. Lekin to'lovi o'sha borgandan keyin amalga oshirilishi kerak edi. Keyinchalik o'sha 10 kun oldin bron qilgan bo'lsam, o'sha kun mobaynida har xil izlanishlar qildim. Qarasam, bu nomli mehmonxonaning o'zi yo'q ekan. Kartadan qidirdim, boshqa istochlardan qidirdim, bunaqa mehmonxona yo'q ekan. Va keyin ChatGPTlardan so'rab ko'rsam, оказывается, Batumida asosan kvartiralar, ya'ni xonadonlar bo'lar ekan. Ba'zi bir tadbirkorlar xonadonlar sotib olib turib, o'shani Bookingga mehmonxona sifatida e'lon qilishar ekan. Ya'ni qanaqadir o'zlari nom o'ylab topishib, mehmonxona ko'rinishida e'lon qilishadi. Va u yerda uborkasi yo'q bo'ladi. Uborka e'lon qilishgan bo'lsa ham, ya'ni o'sha e'londa ko'rsatilgan bo'lsa ham, otuzlarga qaraganda siz har kuni telefon qilib, ularga murojaat qilib 3 kunda bir zo'rg'a uborka qilishingiz mumkin ekan. Keyin nonushtasi yo'q ekan, nonushtasi uchun shvedskiy stol yo'q ekan. Faqatgina siz xonangizga chaqirishingiz mumkin ekan. Uni ham faqatgina har kuni iltimos qilib, agar eplolsangiz chaqira olar ekansiz. Shu sababdan bu narsa bizga ma'qul bo'lmadi. Yana bitta asosiy sababi bu o'sha Orbi City degan turar joy majmuasida joylashgan kvartira ekan. Biz bron qilgan mehmonxona, ya'ni mehmonxona nomli kvartira va bu majmua 53 qavatdan iborat ekan. Otuzlarga qaraganda aytishlaricha bu mehmonxonada o'zingizning xonadoningizga ko'tarilish uchun juda ham ko'p vaqt sarflar ekansiz, liftlarni kutish uchun, chunki liftlar juda ham sekin yurar ekan va odam ko'pligidan uzilishlar, zadержкалар juda ham ko'payib ketar ekan. Shu sababdan aytishlaricha pastki etajdan o'zini qavatiga chiqquncha yarim soatdan 40 minutgacha vaqt ketar ekan. Va bu meni tashvishga soldi. Shu zahoti men buni admin qilishni o'yladim, o'rniga boshqa mehmonxona qidirdim. Lekin bu narxga yaxshiroq mehmonxona topishni iloji bo'lmadi. Shu sababdan biz xonadon, ya'ni kvartira arendovat qilishga qaror qildik va juda ham ajoyib lokatsiyada, juda ham ajoyib sharoitlarga ega bo'lgan kvartirani arendovat qildik. Bu o'sha Batumi aeroportidan uzoq bo'lmagan kvartira ekan va o'zining basseyniga ega ekan, dengizga ham juda ham yaqin masofadan joylashgan ekan. Tasodifan paydo bo'lib qoldimi? Mana bo'layotgan gaplarga qo'shilaman. Orbi City'ga juda ham ko'p joylarda yaxshi o'tuvlar kelmayapti. Yomon o'tuvlar ko'p ekan. Shuning uchun ham biz ham tavsiya qilmaymiz. Undan ko'ra shu apartment deyishar ekan, apartment olgan yaxshi yoki bo'lmasam ko'proq pul bilan kelayotgan bo'lsanglar, yaxshi mehmonxonalarda turgan yaxshi. Bu yerda Hilton bor ekan, Wyndham bor ekan. Yana ko'rishim bo'yicha boshqa yaxshi shunaqa mehmonxonalar bor ekan. Qolganlarini tavsiya qilmayman. 4 yulduzli bo'lsa ham undan kamini tavsiya qilmayman. Chunki bizdan oldin avval o'tgan yili do'konim kelgan va u mehmonxonada turgan va umuman tavsiya qilmaydi mehmonxonani. O'sha Airbnb, Booking orqali apartment zakaz qilganda ham, apartment bron qilganda ham xavfsizligiga yoki bo'lmasam har xil punktlar bor. O'sha punktlarga e'tibor berish kerak. Ko'p ko'rinadi, u yerda sizga chiroyli ko'rinishi mumkin joylari yoki bo'lmasam qiziq ko'rinishi mumkin barchasi, lekin qaysidir punktlarni ham o'ylab chiqish kerak, ko'rib chiqish kerak. Barchasi o'zingizga to'g'ri keladiganini topib filtr qilgan paytingizda sizda atigi bitta, ikkita variantlar qolishi mumkin. Shuning uchun ham shunaqa joylarga ham e'tibor beringlar va agar bitta ikkita o'sha red flaglar deydi, shunaqa narsalar chiqishi bilanoq ulardan ham отказ qilish kerak deb o'ylayman. Chunki biz bitta villa ko'rdik. Villada zinalari juda ham ko'p ekan. Bizga bu qiyinroq bo'lardi, ayniqsa menga, lekin shunga qaramasdan rozi bo'lishga, o'sha joyda turishga qiziqdik, yozib ko'rdik o'sha egasiga. Lekin yozgan paytimizda bizga hozir bu yerda yozilgan narx arzonroq, aslida o'zi sal qimmatroq deb aytdi shu narsani va bu narsa ham bizga red flag deb ko'rindi, chunki men o'yladim, borganimizdan keyin bunaqa yozayotgan odam borganimizdan keyin bundan ham ko'p talab qilishi mumkin deb o'ylab, yaxshisi o'sha fiksirованный narx bo'yicha joy
o'sha apartment bron qildik. O'zi umuman bozordan, ko'chalardan narsalar olishdan maksimal darajada tiyilish kerak. Men shu narsani ko'p aldanaman. Xuloqli qilib, shuning uchun ham ko'pincha ko'p joylarda narxi fiksirованный yozib qo'yilgan joylardan olishga harakat qilish kerak. Hamma narsani, по-моему, topsa bo'ladi. Faqatgina biz suzadigan balon topolmadik. Fiksirованный narxda magazinlarda, bozorlarda, shunaqa joylarda, shuning uchun ham ko'chadan olishga to'g'ri keldi. Mana bunaqa joyda garantiya ham bo'lmaydi. Ishib ko'rganingizdan keyin bilasiz, bu yog'i o'sha syurpriz bo'ladi. Xullas shunaqa, iloji boricha o'sha apartment bron qo'yganda hamma punktlarga e'tibor beringlar, iloji boricha narxlari fiksirованный yozib qo'yilgan joylardan narsalar olishga harakat qilinglar va pust sayohatlaringlar juda ham chiroyli, zo'r, maroqli o'tsin. Demak, hozir rum tur qilmoqchiman. Hop, bugun уже ketadigan kunimiz, lekin kelganimizda rum tur qilmagan sabab oxirida ketadigan kunimiz qilamiz dedik. Bu kvartira Airbnb dan snimat qilingan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Kirishda shkaf bor. Shkaf ochsanglar, ichida veshelkalari bor. Juda ham ko'pgina va sushilka, dazmol qilish doskasi, dazmol va kerak bo'lsa, mana bunaqa gilamcha ham bor ekan. Keyin bu yoqda bo'lsa, mana polkalar bor har xil. Chap qo'lingizda bo'lsa, sanuzel keladi. Dushovая kabina, sanuzel, rakvina va bu yoqda mana sochiqlar, toza sochiqlar bor ekan va albatta kir yuvish mashinasi ham bor. Bundan tashqari kir quritadigan mana bunaqa elektriskiy sushilka ham bor. Dal yuramiz. Bu yoqda yana bitta mana bunaqa veshelka bor. Va bunaqa qiziqarli polka. Polkada mana ko'rib turibsizlar, qaychi, taroq, mana shunga o'xshagan narsalar. Keyin bu yerda kal soladigan idishcha. Kokos ham bor ekan, haqiqatan yo'q bilmadim. Iskusunni gul va kitoblar. Bu yerda mana ajoyib kartina bor. Keyin kichkina divan. Bu divan transformer ekan. Agar siz 2 kishidan tashqari 3 kishi bo'lib yotadigan bo'lsangiz, cho'zilar ekan. Yana bir kishiga joy bo'ladi. Bu yerda kichkinagina yerda turadigan kreslo, stulcha va 2 kishilik yotoq. Pet friendly ekan bu joy, o'shaning uchun ham men bu kuchuk-muchuklarga yotadigan joy deb o'yladim. Shunaqada bu yerga jonivorlar bilan kirish ham mumkin ekan. Va bizga bu juda ham noqulay tug'dirdi, chunki jonivorlardan qolgan qanaqadir o'sha tuklarini, qoldiqlarini ko'rdik. Keyin bu yerda bo'lsa balkon. Yana balkonga chiqsangiz bo'ladi. Bu yerda chekuvchilar uchun mana pepelnitsa va shartlar yozilgan ekan. Kim chekadigan bo'lsa, o'sha balkonda chekish kerak faqat deb. 2 ta kreslo va boyleri bor. Ya'ni gazda ishlaydigan suv isitish qurilmasi. Tashqaridan mana balkondan mana bunday manzarani ko'rishingiz mumkin. Bir tomon shaharga qaragan va bir tomonga qarasangiz tog'lar ko'rinib turadi. Bugun yomg'irli havo bo'lgani uchun juda ham bulutlar, tog'lar chiroyli ko'rinyapti. Va qolib ketgan narsa bu yerda mana shundoqqina yotoqxonangizni yonginasida oshxona bor. Oshxonasi juda ham yoqdi bizga. Rakvina, issiq suv, sovuq suv hammasi ishlaydi. Bu yerda muzlatgich bor. Keyin mana tortmasida hamma kerakli anjomlar, qoshiq, vilka, pichoq, открывашка, hamma narsalar bor. Shakar, yog'. Agar siz o'zingiz nimadir pishiraman desangiz, elektriskiy plita bor va yog' sotib olish shart emas. Yog', shakar, tuzlar hammasi bor. Undan tashqari mana bu yerda juda ham ko'p idishlari bor. Kosalar, krujkalar va tarelkalar. Keyin bu yerda ochsangiz, mana bu yerda har xil makaronlar ham bor ekan. Makaron va xlopiyalar. Toster yeydiganlarga mana toster qiladigan apparat ham bor ekan. Bu shkafda bo'lsa mana bokallar, vino uchun, har xil ichimliklar uchun stakan va bokallar mavjud. Agar siz o'sha muzdagina ichimlik ichishni xohlasangiz, mana bu narsaga muz solib ishlatsangiz bo'ladi. Va albatta televizori bor. Televizori Smart TV, internetga kiradi, YouTube'da narsa ko'rsangiz bo'ladi. Bizga juda ham yoqqan narsasi Yandex stansiyasi bor ekan. Alisa, включи Ozodbek Nazarbekov. Включаю Ozodbek Nazarbekov. Песня по Иро Уай. Gruziyada Yandex stansiya Parero sanamlarida ijro etyapti. Alisa stop. Shu narsa bizga ham juda ma'qul bo'ldi. Maza qilib ishlatdik. Qisqacha shu. Mana kengroq ko'rinishi. Va shu xonani Airbnb dan $204 ga bron qildik.
Demak, hozir biz uyimizni, mana shu snimatgan kvartiramiz pastida exchange punkt bor ekan. O'sha yerda dollarni, 100 dollarni lariga maydalatib oldik. 270 kursda maydaladik. Google'da ko'rganimizda ham 270 edi kurs. Lekin aeroportdan boya tushganimizda 230 dan kurs qo'yib qo'yishdi o'sha punktlarda. Keyin biz u yoqda o'yladik, kurs hech kim past bo'lsa kerak dedikda, keyin haqiqatan to'g'ri o'ylagan ekanmiz. Keyin 3-4 joyda qaragandim, 260, 270 ekan. Shu sredniy 270 bo'lsa almashtiramiz degandim va almashtirib oldim. Sizlar ham aldanib qolmaysizlar, aeroportda maslahat bermayman pul almashtirishni. Iloji boricha o'sha balandroq kurs joyini topib, o'sha almashtirish kerak bo'ladi. Demak, hozir soat 15:08. Biz ujin qilgandik va ujindan keyin shafaq deydimi, zakatni? Zakatni tomosha qilganib ko'chaga chiqdik. Hozirgi vaqtda havo juda ham ideal, hech qanaqa issiq narsa yo'q. Endi biz soy joyda yuribmiz, lekin shabada esib turibdi. Odam maza qilyapti, salqinlik his qilinyapti-da. Boya obed mahallari juda ham issiq edi, dim edi havo, terlab ketayotgandik. Hozir esa juda ham ideal. Mana Batumini o'rtacha ko'rinishi shunaqa, xullas. Chunki juda ham ko'p жилой komplekslar, ya'ni turar joy majmualari qurilyapti ekan. Hamma joyda stroyka qurilishlar ketyapti. Bu yerga qarasangiz ham, bu yerga qarasangiz ham, hattoki bizni turgan xonadonimizning oynasidan ham, ya'ni balkonidan manzara qurilishga qarab qurilish ko'rinib turadi. Endi o'ylaymizki, qaysidir yilga kelib qurilishlar bitadi va chiroyli ko'rinishga keladi. Ungacha hamma yoq qurilish, hamma yoqda axlatlar, suyita, shunaqa narsa. Shu tomoni sal odamni dilni xira qilar ekan. Lekin zo'r mashlar bor ekan, qaranglar. Bizda ujin, hinkali zakaz qildik, xachapuri zakaz qildik va pyuro zakaz qildik. Achchuk bilan, bular ham achchuk bor ekan. Faqat nom boshqa ekan. Hozircha bilmaymiz. Oxirida aytamiz qancha shot bo'lganini. Xachapurisini yeb ko'rdik. Salyoniy sir ekan, emertinskiy sir ekan. Sal sho'rroq ekan, lekin mazali. Hozir endi hinkali yeb ko'ramiz. Demak, biz ovqatlanib chiqdik, maza qildik, juda ham mazali ekan. Ayniqsa hinkalisi va вообще dahshat ekan. Prям ichida soklari bilan, sho'rvalari bilan turibdi, maza qilib yedik. Va o'sha shotimiz 40 lari bo'ldi. Примерно 15 dollar dedingizmi? Примерно 15 dollar atrofida. Bu narxga arziydi, juda ham arziydi, вообще zo'r ekan. Maza qildik. Sizga ham yoqdimi? Bu narxga arziganda qanday men juda ham qimmat restoranlar bilan qo'rqitishgan edi, lekin joyiga qaramasa, atak kichkinagina kartoshka ekan. Taomlari juda ham mazali. Menga juda ham yoqdi. Va porsiyalari ham nima bo'ladi? Katta ekan. Maza qilib to'yasiz. Hozir esa biz shoshilib zakatni tomosha qilgani ketyapmiz. O'sha quyosh botib ketyapti. Ulgurib qolsak ulgurib qoldik. Bo'lmasam yo'q. Mana zakat o'sha botyapti. Quyosh botay deb qoldi. Yo'lni yo'qqa o'tguncha quyosh botib ketsa kerak o'sha. Vaqtida sal adashibmiz, 20:52 yozilgandi. Sal ertaroq botish boshladi quyosh. Ladna, hozir ulgurganimizcha boramiz. Xullas biz chiqdik. Biz ulgurmadik. Hozir mana qoldiqlari qolgan, qizarib bozorib turibdi. Atak 8:30larda kelish kerak ekan. Soat 9ga yaqin o'sha botib bo'lar ekan quyosh. Yo'lda bu yoqqa o'tib kelganimiz uchun kirib ketdi. Uzoqdan ko'rinib turdi boya. Lekin shu manzarani o'zi ham takoy chiroyli. Nima dedingiz? Bu yerda Batumin kontrastini ko'rishimiz mumkin. Mana yangi жилой domlar va avval qurilgan turar joy majmualari. Ancha eski holatga tushib qolgan. Mana yaqinroqdan ko'rsanglar, ancha eski ko'rinishda, lekin u yoqda mana yana yangi zamonaviy binolar borda. O'rtasida eski binolar. Ajoyib kontrast. Mana bu mehmonxona Savdo piramida, ya'ni Bobil osma bog'lariga
qiyos qilinib qurilgan ekan. Bu boshida loyihada shu Bobul osma bog'lariga o'xshab har bitta qavatida katta o'simliklar, daraxtlar bo'lish kerak bo'lgan ekan. Lekin oqibatda mana ko'rib turibsizlar, bunaqa o'simliklar yo'q. Ozgina gullar ko'rib turibmiz, qanaqadir fikuslarni. Lekin unaqa katta o'simliklari yo'q. Shunaqa ko'rinish kelgan ekan. Lekin chiroyli. O'simliklarni hisobga olmasa, konstruksiya qurilish chiroyli. Mana bu yerda bitta ajoyib masxara bo'lsam aka, tomosha ko'rsatyapti. Mana bu mehmonxona bo'lsa, Kolizey ko'rinishida qurilgan. Kolizeyni ham qaysi Rimdagi hozirgi holati ko'rinishida, ya'ni yarmi vayron bo'lgan ko'rinishda qurilgan. Hozir harakat qilaman oldi tomonga o'tishga. Bu narsalarga ham ko'p pul sarflangan deyshadi va o'z pulini oqlamagan. Shu sababdan shu binolarni qurdirgan, shu qarorlarni chiqargan hukumat vakillari, shulardan bittasi Mixail Saakashvilini bu yerdagi aholi juda ham yomon ko'rar ekan. Mana bu mehmonxona bo'lsa Orbi City deyiladi. Bu mehmonxona emas, ya'ni kvartiralar majmuasi. Tavsiya qilmaymiz bu joyni, chunki biz zakaz qilmoqchi bo'ldik, lekin juda ham yomon otjiflar ko'rdik. Liftga juda ham o'chirib katta ekan va o'zingiz xonangizga chiqquncha bir yarim soatcha vaqt ketar ekan. Bu esa Kolizey. Kolizeyning old ko'rinishi. Lekin haqiqatan o'xshatishgan, chiroyli qurishgan. Tan berish kerak. Adashmasam bu mehmonxona emas, lekin qanaqadir ofisni pomesheniyalarmi? Mana yozib ham qo'yishgan. Kolizium deb, ya'ni Kolizey deb. Juda ham chiroyli inshoot. Bu yoqda mana baland osmono'par binolar. Buni hozir Dubayga qiyoslashadi. Mana o'sha aytgan Bobul osma bog'larini orqa tomondan ko'rinishi va yaqinroqdan ko'rinishi ko'rib turibsizlar. O'simliklari juda ham kichkina, lekin o'xshatishga harakat qilishgan. Bu yoqda bo'lsa dengiz. Biz McDonald'sga keldik. Mana bu qiz yana McDonald's birinchi marta yeyishi, xuddi Burger Kingga o'xshab. Bugun ta'miga baho beradi. Bitta Big Mac oldik, double cheese oldik, free cola suv oldik. Shular hammasi примерно $10 sal oshdi. 30 lari bo'ldi. Lekin bu qizga aytdim, kichkina bo'ladi desam, baribir ishonmasdan oldi. Mana kichkinagina cheeseburger to'ymasa kerak. Tomida ana graffitilar juda ham ko'p ekan. Bu menga yoqadi. Buni ham bir san'at asari deb o'ylayman men. Lekin boshqalar buni vandalizm deyishi ham mumkin. Bu mening diqqatga sazovor joylardan yana bittasi. Mana bu Amerika Washingtondagi Oq uyning teskari holatdagi ko'rinishi. Hozir mana bu yoqdan yaqqol ko'rinadi. Mana даже restoran Senat deb yozib qo'ygan, ya'ni Senat restorani deb. Ajoyib inshoot. Bu ham o'sha turistlarni jalb qilish uchun atidan shunaqa qurilgan. Bunaqa narsani men Polshadagi Zakopane degan shaharda ko'rganman, teskari uy shaklidagi binoni, lekin bu Oq uyning teskari shakli juda ham qiziqarli. Ajoyib. Yoqda esa Batumi ko'chalari. Bu mening Stariy Gorod, ya'ni eski shahar joylariga kelib qoldik. O'sha joy atrofidagi bir dengiz bo'yi xiyoboniga. Mana bu yoqda mana Bashnya alfaviti, ya'ni alifbo binosi degan inshoot bor. Bu yerda port bor deyishdi. Mana bu yoqda mayoq bor ekan. Port, ya'ni kemalar turargohi bor deyishdi. Hozir shu yerda bir kemada sayr qilishni reja qilib turibmiz. Bu yerdagi manzarani qaranglar. Tog'lar juda ham chiroyli ko'rinishga ega. Biz kemaga chiqib qoldik. O'zimiz xohlagandek. Bu yerda port bor ekan. Bir kishiga 20 laridan ekan. Bu $10 dan kamroq, где-то $8 shunaqa. Hozir endi dengizga sayohatga otlanamiz. Bu manzarani qaranglar.
Tog'lar bo'yidagi dengiz. Juda ham go'zal. Tak. Yaxtada, katerda, kemada deylik. Shunaqa xizmati bor ekan, rasmga olib qo'yishar ekan va xohishingizga ko'ra har xil rasmlarda chiqarib berishar ekan. Biz eng kichikasini tanladik, lekin bunda magniti bor ekan, uyda xaltaga olishtirib qo'ysa bo'ladi. Juda ham ajoyib. Mana bu Batumining eng mashhur diqqatga sazovor inshootlardan bittasi Ali va Nino haykali. Bu haykal qandaydir tarixga bog'liq deyishadi. Bir-biriga yetisha olmagan Ali va Nino tarixini ifodalaydi deyishadi. Timsoli deyishadi. Bu haykallar aylanib turadi va oxirida bir butunga aylanadi. Hozir ham qarab tursangiz harakatlanishini ko'rishingiz mumkin. Oxirida bular bir-biriga yaqinlashib bitta butun bo'lib ketishadi. Biz bu haykal juda ham katta deb o'ylagandik, lekin unaqa katta emas ekan. Taxminan 6-7 metr chiqsa kerak. Undan sal balandroqdir. Lekin baribir ham juda ajoyib, qiziqarli, chiroyli. Bu Batumidagi port yonida joylashgan. Ali va Nino bir butun, bir tana bo'lishga shaylanishyapti. Mana o'sha bir tana bo'lib ketishdi. Va shunaqasi yana ajralishib, yana bir qancha muddatga bir-biri bilan xayrlashishadi. Mana bu Batumidagi Alifbo binosi. Bu 2000 adashmasam 14-yil qurib bitkazilgan va bunga 65 million yevro sarflangan deyshadi. Hozirda yiliga 60 ming lari ketargan buni tex obslužuvaniyasiga. Bu yerda o'sha gruzin alifbosining harflari har bitta devorlariga terib chiqilgan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu gruzin harflari hisoblanadi. O'rtoqlar, biz Batumidagi botanika bog'iga keldik. Hozir asl kundan tushdik. Uje chiroyli, hali ichkariga kirganimiz yo'q. Keyin biz xavotir qilgandik, yegulik nima qilamiz deb. Kafe, shkollar, restoranchalar ko'p ekan. Wine ice cream, vinное мороженое bor. Vinoli мороженое. Vinoli muzqaymoq. Hozir kirib ichkarini ham ko'ramiz. Mana vida. Kassa qayerda ekan? Biz botanika bog'iga kirib oldik. Mana manzarani ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli. Juda ham salqin. 20 laridan ekan. Bu 8 dollar atrofida bir kishiga. 2 kishiga 40 lari bo'ldi. Lekin shunga arziydi. Hali ko'p yurmadik. Uje juda chiroyli. Ko'rib turganinglardek, ham yoqda arabcha yozuv o'yib yozilgan ekan. Bizga aytishuvdi, elektrokarlar bo'ladi, olib chiqib qo'yadigan deb. Lekin hozircha ko'rmadik, shuni qidirib ketyapmiz. Chunki juda ham baland. Yurishga qiynalgan odamlar qiynalib qolishi mumkin. Biz mana hozir ancha tepalikka chiqib keldik. Где-то bir 500 metrmi yurgandan keyin bunaqa elektr baslar bor ekan. Elektr avtobuslar. Shulardan keyin tepalikka chiqsa bo'lar ekan. Bu yoqqacha ham lekin odam qiynalib ketar ekan. Endi yaxshi yuradiganlarga qiyinchilik yo'q, lekin kasalmand yoki homilador insonlarga juda ham qiyin chiqish tepalikka. Shuning uchun imojni qilingizlar. Biz mana elektrический avtobusga chiqib oldik. Bir kishiga 10 laridan ekan. $1 dan ko'proq. Voy, motorlarda ancha ko'p. $3 dan ko'proq. Kishiga 20 lari bo'ldi. Ketyapmiz. Dengiz. Buyog' tog'lar.
Biz o'sha bu yerda Batumidagi bir juda ham zo'r, arzon va mazali kafega kelgandik. Yunon kafesiga, Ellada deb nomlangan, lekin afsuski joy vobshe qolmagan ekan. O'z joyi kichkina ekan va to'lib qolgan ekan. Bizga joy yetmadi. Hozir Batumi ko'chalarini sayr qilib, bitta o'sha Batumidagi, Adjariyadagi Adjarskiy xachapurini eng zo'r qiladigan kafega ketyapmiz. Taksistlar maqtadi, o'zimiz ham o'qigandik bu haqda. Hozir borib xachapuri Adjarskiyni yeb ko'ramiz. Bu yerda grafitidan tashqari mana bunaqa murallar ham juda ham rivojlangan ekan. Har bitta domlarda shunaqa murallar, har xil futbolistlarni, qanday siyosatchilarni yoki bo'lmasa qayerda qanaqadir san'at asarlarini chizib qo'yishar ekan. Ko'chasi ham juda chiroyli. Bugun havo yomg'irli, shu sabab mana osmon juda ham chiroyli ko'rinishga ega. Va bu yerda esa mana kuchuk aylanib yuribdi. Bu yer qanaqa binoligini bilmadim-ku, lekin juda ham chiroyli ekan. Faqat gruzincha yozuv bo'lganiga tushunmadik nima qayerligini, nima ekanligini. Lekin odatda Gruziyada har bitta yozuvlar, ya'ni tekstlar ham gruzinchada, ham o'sha rus tilida yoki bo'lmasa ingliz tilida yozib qo'yilar ekan. Ko'p joyda uchala tilda ham yozib qo'yiladi. Yana bitta e'tiborli jihat, masalan, ajnabiy atamalar bor. Har xil brendlarning nomi, har xil do'konlarning nomi, o'sha masalan Zara deylik, Burger King deylik, McDonald's deylik, shunaqa atamalar bor-ku, chet eldan kelgan nomlar. O'sha nomlarni ham gruzin tilida yozib qo'yishganda, yoki bo'lmasam umuman boshqa joylarda ham, Yevropada, boshqa davlatlarda ham faqatgina o'zining original nomi qoladi. Bu yerda esa har bitta nomga gruzincha o'sha alifbosidagi nomini yozib qo'yishar ekan. Mana isboti bilan Halik Bank degan bank va yonida mana gruzin tilidagi yozuvi. Ikkala tilda ham bor. Keyin bu yerga turist ko'p kelgani sabab har xil davlatlarda kuxnyasi, ya'ni oshxonalari ko'p ekan. Hozir Hindiston oshxonasini ko'zimiz tushdi. Uje ikkita o'zbek oshxonasiga duch keldik. Grek oshxonasi, ya'ni Yunon oshxonasi. Bundan tashqari Italiya, turk oshxonalari juda ham ko'p. Lekin asosan marhum bu yerda kelganlar gruzin oshxonasini tatib ko'rishga kelishadi. Biz ham hozir o'sha gruzin oshxonasining eng mashhur taomlaridan bittasi, ya'ni mana shu imенно Batumi, ya'ni Adjariya o'lkasidagi eng mashhur taom xachapuri va Adjarskiyni tatib ko'rgani ketyapmiz. Mana shu joyda hozir obed qildik. Mamukas Adjarin xachapuri. Xachapuri Adjarskiy u Mamuki degan joy. Mana Vaqtan Gorgashkili 72 Gorgasali, Vaqtan Gorgasali 72 adres bo'yicha joylashgan. Ko'rib turibsizlar, odamlar o'chitga turibdi. Juda ham maza qildik xullas. Xachapurisi vobshe zo'r ekan, maza qilib yedim. Mana bu qizga mumkin emas edi. O'shaning uchun bu qiz yemadi, pizza edi, lekin prям rekomenduyu, bunaqa zo'r xachapuri yemaganman. Mana biz kanatli darogaga keldik. Bu shahardan tog' uchigacha olib chiqib qo'yarkan kanatli daroga. Narxi 33 lari bir kishiga ekan. Borish kelish 33 lari ekan. 2 kishiga 66 lari bo'ldi. Hozir shunaqasi tepaga tog' ustiga chiqib ketadi, bu yoqdan ko'rinmayapti. Kanatkada ko'tarilyapmiz уже. Ko'rib turganinglar bu yoq dengiz. Mana. Oy, aniq yomg'irda ko'rinmayapti yaxshi. Bu yoq dengiz. Bu yoqda esa shahar. Va biz tepalik tomon ko'tarilyapmiz. To'g'risini aytsam, men kanatkadan juda ham qo'rqaman, balandlikdan qo'rqaman, lekin shunaqa bo'lsa ham mana shu qiz sabab chiqdim. Endi Xudoga tavakkal, eson-omon yetib olaylik. Biz kanatkadan tepaga chiqib oldik. Bu mana tomosha maydoni ekan. Bu yerda yana restoran, muzey, nimadirlar bor ekan. Va pastga chiqishingizda siz rasm olib qo'yishadi. Tepada Photoshop qilib har xil fonda magnit, qanaqadir ramkalarga solib rasmiy sotishar ekan. Qimmatlik qildi bizga, ma'qul ko'rmadik va olmadik. Mana qanaqa tasvir, ya'ni ko'rinish paydo bo'ladi tepadan.
pastga tushib ketyapmiz. Mana manzarani qaranglar o'rtoqlar. Tog' bulutlarga ulanib ketgan. Tog' bag'rida uylar qurilgan. Yaxshi bergan bular shu joylarda. Bu yerda esa dengiz. Go'zallik. Bizdagi mana bajliklarni o'shani Argo kanatning darvozaning yonidagi bitta xoladan oldik. Mevacha sotadigan xola. Yomg'ir payti shunaqa narsalarni sotar ekan. Zo'nchiq mana bunaqa bajliklar. Ikkalasi 5 laridan 10 lari bo'ldi. Hattoki mana bunaqa brezent materialga o'xshagan hozir nima? Boshqacharoq materialdan 15 lariga ham bor ekan. Biz bundan ko'proq sotishimiz kelmadi. 1 kunlik yomg'ir uchun 2 kunlik mayli maksimum. Shuning uchun mana bunaqa salapani dajvika oldik. Biz mana shu yerdan kvartira olganmiz. Airbnb orqali bron qilib $200 ga olganmiz. 7 ta tunga. Uy egasi bilan ko'rishganimiz yo'q. O'sha Airbnb orqali yozishib, hamma gaplar kelishib, to'lovlar qilib kelganimizda qulf, yashik, seyfga o'xshagan kichkina seyfchada kalt bor ekan. Kaltni oldik va o'zimiz turib yashab yuribmiz. 18-etajda joylashgandan beri biz faqat bu tomon emas, narigi tarafga qaragan manzara. Batumida havo yomg'irli, shamol bo'lgani uchun mana bugun to'lqinlar juda ham avjiga chiqyapti. Ko'rsanglar bo'ladi. Yaxshi katta to'lqin. Bunaqasini ko'rmaganman, vau. Menimcha kamera yetkazib bera olmayapti bu narsalar. Mana bu yerda kuchuklarga qurilgan uylarni ko'rasiz. Menimcha odamlar o'zlari qurib berishgan. Bunaqa uylar juda ham ko'p ekan, ya'ni ko'chadagi daydi kuchuklar uchun qurilgan. Bu yerga mana nonlar tashib ketishadi va qushlar ham yeb ketishar ekan. Suv quyib qo'yishgan. Xullas, Gruzin xalqi jonivorlarga mehribon xalq ekan. Mana bu yerda kuchuklarga qurilgan uylarni ko'rasiz. Menimcha odamlar o'zlari qurib berishgan. Bunaqa uylar juda ham ko'p ekan, ya'ni ko'chadagi daydi kuchuklar uchun qurilgan. Bu yerga mana nonlar tashib ketishadi va qushlar ham yeb ketishar ekan. Suv quyib qo'yishgan. Xullas, Gruzin xalqi jonivorlarga mehribon xalq ekan. Burada bo'lsa odamlar samolyot uchib kelishini kutishmoqda, ya'ni bosh uzra samolyot parvozini videoga olishmoqchi, chunki bu tomonda aeroport bor. Lekin biz hozir flight radardan ko'rsak, soat 1 soatdan keyin samolyotga qo'nar ekan, shuning uchun biz ketishga qaror qildik. Mana bu yerda achchiq bir yodgorlikka ko'zimiz tushdi. Shlem, qo'lqop yasalgan. Bu qaysidir uchuvchi nima yoki bo'lmasam mototsiklchining xotirasiga qilingan shekilli. Sanada yozuvni ko'rmayapmiz. Lekin juda ham ajoyib ekan. Balki shunchaki yasalgandir. Nima bo'lganda ham juda chiroyli ishlangan. Anamiz Batumining yana bir diqqatga sazovor joylaridan biri Akademik drama teatrining qarshisidagi xiyobondamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek Poseidon, ya'ni dengiz ma'budi haykalni joylashtirilgan. U mana shu fontan ustida, suv ustida o'siq hukmronligini o'tkazyapti va atrofini esa mana bunday suv bariylari o'rab olishgan. Bu Batumining o'sha eski shahar hududlariga kiruvchi joy hisoblanadi. Va bu haykal bo'lsa eng diqqatga sazovor obyektlardan biri hisoblanadi. Mana bu yerda bo'lsa Ploshad Yevropa degan joy joylashgan. Mana bu ko'chadan esa Aleksandriya mayog'iga qiyoslanib qurilgan bino ko'rinib turar ekan. Mana shu ko'rib turgan sariq gumbazli bino o'sha Aleksandriya mayog'iga qiyoslanib qurilgan ekan. Dunyoning 7 mo'jizasiga kiruvchi Aleksandriya mayog'iga qiyoslanib. Bu ko'cha mana shu Poseidon haykali joylashgan xiyobon yonida joylashgan. Juda ham chiroyli ko'cha. Bu yer Batumi bulvari deb atalar ekan. Bu bulvar 1881-yilda qurilgan ekan. Keyinchalik har 50-100 yilda rivojlantirilgan, yangi narsalar qo'shilgan, modernizatsiya qilingan va bugun kelib shu ko'rinishga kelgan. Bu bulvarning hozirgi kundagi uzunligi 7 kilometrga yetar ekan. Shu yerdan boshlab o dengizgacha menimcha cho'zilib ketgan 7 kilometrlik bulvar ekan. Shu mashhur Batumi bulvari. Bu yerda favvoralar bor va PXDyo binosi joylashgan. Ajoyib ko'rinishda qurilgan bu Batumi nikoh uyi. Bu yer nimasi bilan mashhur? Sevishganlar, nikoh qurganlar imенно shu joyda ro'yxatdan tushmasa ham kelib shu bino fonida rasmga tushar ekan.
Bu qandaydir o'sha sevgi ramzi, baxtli hayot ramzi, baxtli hayot timsoliga aylanib qolgan inshoot ekan. Shunaqa nostandart ko'rinishda qurilgan, postmodernizm uslubida. Va bu yog'i xiyobon. Bulvarning chap tomonida mana bunaqa bambukzor bor ekan. Bambukni to'g'risi men birinchi ko'rishim. Bu faqatgina o'sha Sharqiy Osiyo mamlakatlarida bo'ladi deb o'ylar edim. Lekin mana Batumida ham mana bunaqa bambuklar bor ekan. Buni botanika bog'iga borganimizda ham uchratgan edik. Va boya aytganimdek, mana nikoh qurayotganlar bu yerda esdalik rasmga tushib ketishadi. Bambuk fonda ham rasmga tushmoqda. Ajoyib manzara. Batumida juda ham ko'p mana bunaqa gortenziya gullari bor ekan. Toshkentda bu juda qimmat gul hisoblanadi. Bu yerda esa har qadamda o'sib yotar ekan. Bu esa bambukzor. Bu bulvarda mana bunaqa chiroyli, ajoyib qiziqarli haykallarga ham duch kelishingiz mumkin. Ustunlar va ustunlarning ustida har xil bolachalarning haykallari. Ikkala tomonda bunday ustunlar bor. Bu yerda esa yana bir mashhur bino ko'rinib turadi. Qanaqa bino ekan desam, bu mana La Meridian degan mehmonxona shekilli, o'sha mehmonxonaga tegishli bino ekan. Juda ham baland, menimcha Batumidagi eng baland bino mana shu bo'lsa kerak. Ko'rishlar mumkin. Avval aytganimdek, Batumida juda ham ko'p grafitilar va murallar bor. Shu murallardan bittasi bu menimcha surrealizm uslubida qilingan. Salvador Dali uslubida tuzilgan mural. Mana ko'rib turibsizlar. Kim degan? David degan rassom qalamiga mansub ekan. Nimaga surrealizm debman? Mana xuddiki sumka osgan ko'rinishdagi, qo'l ko'rinishidagi saksofon yoki bo'lmasam mana bu qog'oz deymizmi, qandaydir devor deymizmi ushlab turgan odam va bundagi ayol tasviri ham bu boshqa ko'rinishda chemodan yoki portfelga o'xshar ekan. Shunisi bilan bu surrealizm janriga mansub desak bo'ladi. Akademik drama teatrining oldida mana bunaqa Gollivudga o'xshab yulduzli alleya bor ekan. Bu yerda menimcha o'sha mana shu teatrda xizmat qilgan, shu teatrda ishlagan aktyorlarning ism-shariflari yozilgan, shular sharafiga qo'yilgan yulduzlar bo'lsa kerak deb o'yladik, lekin mana bu yulduzlarning shakli boshqa ekan. Bu yoqda mana 5 qirrali yulduzlar, bu yoqda esa qanaqadir simmetrik bo'lmagan ko'p qirrali yulduzlarga guvoh bo'lishimiz mumkin. Yana bir Batumidagi mashhur binolardan biri astronomik soat binosi. Bu eski Gruziya davlat banki binosiga o'rnatilgan. Bu yerda o'sha oy fazalarini, goroskop bo'yicha kalendarni va har xil o'sha astronomik vaqtlarni ham ko'rish mumkin. Bir vaqtning o'zida 3-4 xil vaqtlarni ko'rsatadi. Juda ham bir ajoyib qiziqarli inshoot. Mana bu yerda soat joylashgan. Bu Ploshchad Yevropa, ya'ni Yevropa maydonining shundoqqina biqinida joylashgan bino hisoblanadi. O'zim goroskoplarga uncha tushunmayman va ishonmayman, lekin yonimdagi qiz, mana bu qizning aytishicha, hozir qisqichbaqaga strelka qarab turgan ekan. Mana bu sariq strelka qisqichbaqada turgan ekan va shunda bu qaysi oy bo'ladi? Hozir iyunning oxiri, iyulning boshi nechinchidir sanagacha qisqichbaqa burji vaqti keladi. Undan keyin arslon keladi. Hozir bu yerda mana shu uzun tillarang strelka qisqichbaqa burjini ko'rsatib turibdi. Men qisqichbaqa burjida 4-yil yaqinda tug'ilgan kunim. Kommentariyaga tabriklab yozib qo'yinglar tug'ilgan kuni bilan. Bu haykal Mehmet Abashidzening haykali ekan. Bu inson Gruziya siyosatchisi, yozuvchisi va davlat arbobi bo'lgan ekan. O'sha Britaniya va Usmoniylar davrida Arjariyani Gruziyaning tarkibiga qo'shishga harakat qilgan inson bo'lgan ekan va 1937-yilda otib o'ldirilgan ekan. Qo'shishga emas, qaytarishga. Qaytarishga. O'sha Gruziya tarkibiga qaytarishga Arjariyani. Xuddi shunday. Afsuski otib o'ldirilgan ekan. Mana bu yerda gruzin tilida, ingliz tilida, rus tilida va turk tilida bu inson haqida ma'lumot yozib qo'yilgan. O'qib olishinglar mumkin. Biz Gruziyadagi o'sha Yevropa maydonida yuribmiz. Bu maydon bekorga Yevropa maydoni deb atalmaskan. Haqiqatan ham binolari
Yevropa stilida qurilgan. Aksessuarasi juda ham chiroyli. O'zingizni xuddi bir Italiya ko'chalarida yurgandek, Rim ko'chalarida yurgandek his qilasiz. Sizga yoqayaptimi? Men bu haykalni oldi tomondan ko'rmoqchiman. Hozir adashmasak Femidani haykali yoki bo'lmasam boshqa haykaldir, ko'rgandan keyin guvoh bo'lamiz. Xullas juda ham chiroyli va bu ko'chalarga palmalar o'zgacha bir go'zallik baxsh etib turibdi. Palmalar ichidagi Yevropa arxitekturasi juda ham chiroyli ko'rinar ekan. Demak, bu haykal Femida haykali emas ekan, balki bu Yunon afsonalarining personajlaridan biri Medeya haykali ekan. Ko'pchilikka ma'lum, Medeya bu quyosh ma'budi Geliosning nevarasi hisoblanadi va Kalxideya, sobiq o'sha Kalxideya mamlakatining qirolichasi hisoblanadi. Nega bu haykal bu yerga qo'yilgan? Chunki o'sha Kalxideya mamlakati Gruziyaning hozirgi hududlariga to'g'ri kelgan. Afsonalarga ko'ra, bu Medeya o'sha Yison va Argonavtlar afsonasidagi Yisonga oshiq bo'lib qoladi va unda o'sha mana qo'lda turgan oltin po'sinni qo'lga kiritishda juda ham ko'p yordam beradi. Mana bu yerda esa Yison va Argonavtlarning timsoli qo'yilgan ekan. Yevropa maydonida mana bunday ajoyib yarmarkalar bo'lyapti ekan. Qaranglar, Hinkali Queen, Grand Resort City Batumi, Tbilisi Old City va yana Hinkali Queen, shunaqa juda ham shu hududga mos futbolkalar o'sha mashhur o'yinlarga taqlid qilingan holatda yaratilgan ekan. Juda ham qiziqarli, chiroyli futbolkalar. Va mana bu yerda boshqa yarmarkalar ham mavjud. Har xil suvenirlar, o'sha qo'lda yasalgan buyumlar sotilmoqda. Xohlovchilar kelib olsa bo'ladi. Bu yerda yana bitta ajoyib chiroyli bino. Va xuddi Yevropada yurgandek his qilasiz o'zingizni. Yevropadan kam joy yo'q bu yerlarni. Yarmarkadan quruq qo'l bilan ketmadik. Mana bu qizga shunaqa ko'zoynak sotib oldik. Zreniyasi nechi bu ko'zoynakni? Zreniyasi. Xo'sh, gapirib bering, nimasi bilan sizni bu shaydo qilib ko'zoynak? O'zi bunaqa ham bir narsalar yoqadi menga. Qanaqadir epotajniy stil yoqadi. Faqat buni har doim ham bunaqa narsa topa olmayman. Buni Twitterda ko'rgan edim. Shunga o'xshagan narsa bormi yo'qmi bizda deb biroz o'ylagan edim. Bizda bilmadim, qidirib ko'rmadim, lekin bu yerda topdim. Yana har xillari bor ekan, boshqachalari ham bor ekan. Bizga imенно mana shu feychkalik yo'q. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Qo'lda yasalgan hammasi, qo'l buyumlari, ya'ni qo'lda yasalgan buyumlar. Juda ham chiroyli. Bu aynan ko'zoynak deb emas. Aksessuar obraz uchun. Taqinchoq. Drel sifat narsalar ham bor ekan, kaf deyiladimi? Boshqa narsalar. Biz hozir Piazza maydoniga keldik. Bu Batumining yana bir diqqatga sazovor joyi. Italyancha arxitektura ko'rinishida qurilgan. Piazza so'zining tarjimasi esa maydon hisoblanar ekan va bu maydoni deb tarjima qilinadi so'zma-so'z. Bu yerda chaykalar uchib yuribdi va mana bu yerda har xil restoran, kafelar atrofini o'rab olgan. Va eng bu yerdagi mashhur joyi bu mana bu mozaikali pol. Bu Yevropadagi eng katta mozaikali pollardan biri ekan. Mana bu joy, mana shu dumaloq joy hammasi mozaikadan qilingan. Mana bu Batumi bulvaridagi favvoralar kechki payt musiqali raqsga tushuvchi favvoralarga aylanar ekan va musiqa ohangi jo'rligida hammaqasiga raqsga tushar ekan. Hozir Zakon podlosti deydimi? Videoga olgan paytim uncha otilmay qoldi. Muzikamiz sokin ekan, shuncha shunaqa sekin otilyapti ekan. Ko'rishingiz mumkin.
hozir Xopa buyum bozoriga keldik. O'sha kartaga Xopa, Vishorin, Xopa desalar chiqadi. Bu yerdan magnit, har xil taqinchoqlar, o'sha esdalikka sovg'alar, brilok shunaqa narsalar olsalaringiz bo'ladi. Arzon narxlarda, chunki boshqa joylarda masalan o'sha turistlar ko'p yuradigan joyda 5 lari, 3 lari narsalar, bu yerda 1 lari, 2 lari ekan narxlari va meva-chevalarning ham zo'rlari bor ekan bu yerda. Tavsiya qilamiz. Yevropa maydoni tarafda joylashgan bitta halol tamaddixonaga keldik. Nomi Lagman Plov degan joy ekan. Menimcha oziqlar ochgan, lekin o'zbek milliy taomlari ham bor ekan. Mana bu yerda mastava, bu esa mosh sho'rva deyishibdi. Menimcha moshxo'rda bo'lsa kerak. Moshxo'rda mastava, achishuk va non va ichimliklar zakaz qildik. Ta'mini ko'rib, narxlarini keyinroq aytib beramiz sizlarga. Juda ham chiroyli joy ekan, mana ko'rsanglar bo'ladi. Nega qozoq deb o'yladik? Mana bu yerda o'sha qozoq milliy kiyimni kiygan qiz timsoli, Qozog'iston bayrog'i osilgan ekan va do'mbiralar. Shu sababdan qozoqlar ochgan degan xulosaga keldik. Juda ham chiroyli joy ekan, sizlarga ham tavsiya qilamiz. Yana bir e'tiborni tortgan narsa, odamlari juda ham chiroyli ekan. Solishtirish emas, bu bizanikidan ko'ra emas. Yo'q, o'z umuman ayollari, qizlari, o'z umuman har qanaqa odamlari umuman chiroyli. Bolachalari ham boshqacha shirin. Shu narsasi ham yoqdi. Endi g'alati ko'rinsa ham men odamlarni masalan tomosha qilgim kelurdi hadeb. Shu tomonlari ajoyib tuyuldi, yoqdi. Qolgan narsalari avval ham aytib o'tdik. O'sha ovqatlariga kommentariy berdik, izoh berdik. Gruziya aynan Batumi shahri menga yoqdi. Chunki tabiati, o'sha manzaralar juda ham zo'r ekan. O'sha qiz aytgandek, bir tomonda tog', bir tomonida dengiz va shaharning o'zining ham arxitekturasi juda ham chiroyli ekan. Shu sababdan har qanaqa dam olish turiga qiyos qilsa bo'ladi. Ya'ni aktivniy o'ddih, passivniy o'ddih deyshadi-yu. Kelib shahar aylansangiz bo'ladi. Tog'ga chiqib manzaralarni, tabiatni ko'rsangiz bo'ladi yoki bo'lmasa dengiz bo'yida dam olsangiz bo'ladi. Bu uchun Batumi juda ham zo'r lokatsiya. Va yana nimasi yoqdi? Kuxnyasi yoqdi albatta. O'sha taomlar juda ham mazali ekan, ayniqsa xinkali xachapurisi. Bu ham zo'r darajada, juda ham zo'r tayyorlashar ekan bu yerda. Endi o'zining vatani bo'lgandan keyin, lekin ba'zi bir gruzin taomlarida yeb ko'rdik, tatib ko'rdik. Unaqa ma'qul kelmadi. Shu sababdan faqatgina asl gruzin, o'sha xinkali, xachapuri va shunga o'xshash taomlarni haqiqatan boplashar ekan. Gruzin tiliga keladigan bo'lsak, bu yerda tilni juda ham qadrlashar ekan. Har bitta o'sha do'konda yoki bo'lmasa har qanday o'sha boshqa tildagi yozilgan nom yoniga albatta gruzin tilidagi, gruzin alifbosidagi nom ham yozib qo'yilar ekan. Va odamlari, yoshi kattalari rus tilini zo'r bilishadi deya olmayman. Zo'r biladiganlar ham bor, lekin asosan sal-pal bilishadi. Siz bilan gaplasha olishadi rus tilida. Yoshlar esa rus tilida gaplashganini ko'rmadim, faqat ingliz tilida gaplashadi, begonalar bilan, ya'ni chet elliklar bilan. Gruzin tilini o'ziga keladigan bo'lsak, eshitilishi juda ham qo'pol. Ular bir-biri bilan suhbatlashayotganda ular urushishyaptimi yoki normal gaplashyaptimi bilib bo'lmaydi. Keyin bu yerda Bolt bilan Yandex taksi ishlar ekan. Bolt nisbatan qimmatroq, Yandex taksi esa narxi yaxshi, arzon. Shaharning u chekkasidan bu chekkasigacha ham so'mda taxminan 50 ming so'mga yetib borishingiz mumkin. Turistlarga munosabat qanaqa? Juda ham zo'r deb ayta olmayman. Bu sal g'alati bo'lishi mumkin, chunki turistik shahar bo'lgandan keyin turistlarga ular o'rgangan bo'lish kerak, lekin negadir qandaydir yoqtirmaslik hissini sezasiz. Balki adashgandirman. Yana bitta holat bo'ldi. Plyajga borganimizda o'sha plyajda o'tadigan o'rindiqni juda ham qimmatga bizga ijaraga berishdi. O'shanda shoshib biz ham qimmatga olib qo'yibmiz. Keyin bilsak, u juda ham arzon turar ekan. 20-30 barobar даже qimmatga berishgan. Bu albatta dilni juda xira qildi. Plyajlarga kelsak, shahar, ya'ni o'sha turar joy binolari qurilgan shahar bo'yidagi dengiz sohil bo'yisidagi suv unaqa toza emas. Sababi mana bunaqa daryolar o'sha dengizga oqib boradi. Bu daryolar ko'rib tursiz, juda ham axlat ko'p va menimcha kanalizatsiyadan bu suvlar chiqadi hamma binolardan va dengizga oqizib yuboriladi. Shu sababdan shahar bo'yidagi sohillar
Ning suvi juda ham iflos, cho'milishga yaroqsiz desam bo'ladi, lekin odamlar cho'milib yotishibdi. Shuning uchun biz shahardan chekada joylashgan, suvi toza bo'lgan sohilga borib cho'mildik. Bu yerda cho'milishni esa tavsiya qilmayman. Bu yerda faqatgina dengiz to'lqinlarini tomosha qilish mumkin xolos. Umumiy qilib aytganda, Gruziyaga kelishni hammaga tavsiya qilaman, aynan Batumi shahriga. Chunki haqiqatan kelishga arziydi, tabiati juda zo'r. Aylansangiz ham bo'ladi, dam olsangiz ham bo'ladi va taomlari mazali, joylari juda qiziqarli. Chet elga kelib sayohat qilib ketganday bo'lasiz. Hammaga tavsiya qilaman. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Podpiska, like, qo'ng'iroq tugmalarini bosishni unutmang. Bizni qo'llab-quvvatlang. Hali yana chiroyli sayohatlardan kontentlar qilishda davom etamiz. Rahmat.